谁见过水晶般的冰山？野马似的涉水河，冰上埋藏着珍宝，涉水灌溉着天河。一马平川的戈壁滩哟，放开火炉啊，唱歌。河水向东流，哎，太阳又东升，爬上了撒脸儿的高山顶，悄悄望着北京城，航海连接着天边，大山冲破了云层，维持万里的文娱啊，捎份心眼儿到北京。孙副官，sening biror yaxshi chorang bormi? Bu o'tni yaxshi ko'rayotganda qiladi. Uning yuziga tutasa qanday bo'ladi ekan? Bir ko'rib baqsaq deyman. Allah, bundaqlar kishilik qilmanglar. Qo'rqma. Qarabegini ko'ydirmaymiz. Ozodlik armiyaning mana bu lanjangini tajriba qilib boqaylik. Qarabek. Buni ala. Ammam sen? Jahondar Yingjan. Qarabegning uni ko'ydirishga qo'li bormaydigan o'xshaydi. Bu o'zingning sho'ri. Jahondar begim, qaraslar. Mayingjan, Qarabegni aytib bir g'azalxongo. Uning qo'li bundaq ishqa emas, balki rahob chelish qilib yaralgan emasmi? Uni qistimag'aysiz. Bu to'limi shafqatsizlik bo'ldi-ku. Bu ablah! Komendantni yalatsi! Öldür! O'tgan qatim mush yerda menga o'zingizni haqiqiy harbiy deb ta'riflagan emasmidingiz? Meningcha, bu deganlaringiz yolg'on gap o'xshamamdi. Sizda odamiylik degan narsa yo'q-ku. Nemishqa bundaq rahimsiz bo'lib qolganimni bilasiz. Bu degan urush. Urush? Urush degan urush maydonida bo'ladi-ku. Ular sizga asirga tushgan tursa, xalqaro ahdinomi bo'yicha Urush degan urush maydonida bo'lmaydi. Agar mushirimni tushunmasangiz, meni so'roq qilishga salohiyatiniz to'shmaydi. Xonqiz, bu Angliya emas. Balki Qumdova. Şu o'zimning qoidasi bo'yicha ish ko'rishim kerak. Siz ularni o'ldirib etmoqchimi? Buningga boshqa o'tirib ketmasangizmi bo'ladi? Lekin Qarabek bilan Marvari gunohsiz tursa, ularni bosh qo'yib etmamsiz?
Ularni ipketsangiz bo'ladi. Ahvolni aniqlamay turibmi? Ularni qo'yib etamdoq. Yengam, aynaga bak yo'l qo'yib ketyapsiz. O bo'sh ayol emasmi? Qum davondagi odamlarning hammasini bo'shchoqliqli bo'lmaydiganligini sezmadingmi? Aras. Qaga asirlarni qanday qilamiz? U bir qancha yemchikni ep qilib beliqdan cho'ni tutishga ishiltayli. Yanguan xay bizga shunchalik ko'p o'q so'q qilgan tursa, ularga biroz qaytirib bermasak bo'lmas. Bu yo'lni zodla asli keltirgili bo'lmag'idek darajada buzitib emasmi? Bu yerga ko'rik solsak bo'ladigan o'xshamamdi. Mana bundoq ikki tarafdan amal qilaylik. Bo'lmaydi. Birinchidan, ko'rik sog'idek yog'och yo'q. Tahardagi daraxtlarning tangda to'lisi jig'am bilan yulg'un. Ko'rik ishlatkili bo'lmaydi. Bo'ladi degan taqdirdami, ko'rik yasig'idek jiq yog'och chiqmaydi. İkinchidan, bu ko'rikni yasagan holatdami, odamni ko'taralaydi. Karvonni ko'tarolmaydi. Biroq bu yo'l biz uchun bek muhim. Yana 3 kundan keyin G'ontonjan karvon boshlab bu yerga keladigan tursa, u chaqda ular bu yerdan o'tolmay qolsa, qanday qilamiz? Peycan, üzütliga yo'lning ikki tarafiga osma ko'rik solsak, piyodalar bo'lsa-mu, o'talaydi. Bu faqat vaqtlik chora, masalani tubdan hal qilolmaydi. Bu yo'l Tahar shahriga munosabatli bo'lib qolgani yo'q. Agar vaqtida asli keltirilmasa, sharq rayonlaridan g'arb rayonlarni tutash turgan butkul g'o'llaniya palash tushib qolib, oldingi safkilar texmi mushkul ahvolda qoladi. Ular yetkazilib beriladigan moddiy ashyolarni to'rt ko'z bilan kutib turibsa. Tahar xalqining bexatarligini saqlash, shundaqla dushmanning davomli parakandichilik va buzg'unchilik qilishidan saqlanish uchun Nailik partikom muhokama qilib ko'rib, butun shahar tavasidagi qurol-yarog', o'q dorilarni yig'ilishni qaror qildi. Buningga xiloflik qilishga bo'lmaydi. Sizlar o'zaro nazoratchilik qilib, shaxsiy qurol saqlovchilarni fosh qilishinglar kerak. Qurol saqlangan joyni aniq bilib turib, fosh qilmaganlar qattiq jazolandi. Hammanglar aniq angladinglarmi? O miltiqmi qurol hisoblanamdi? Albatta, qurolli bo'ladi ekan, topshirish kerak. Bizni yaxshi qilib qo'yamizlar yo'q? Bunda qilishimizda maqsad shpionlarni qezib chiqib, ko'pchilikni xotirjam kuniga ega qilishdan iborat. Ha, bo'ldilar. Bundan kishilarni ko'mamdigan. Bo'ldilar hakim. Ularning umidi shuki, jigdak bir narsa bo'lsalar, o'lib qolmaslar bo'ldi. Sizlar burninglarning uchunni ko'rib, mushundoq oqibatdan nima uchun kelib chiqqanligini o'ylamaydi ekansizlar. Endi qat'iy niyatga kelmasak bo'lmaydi. Bizning qo'yganlarimiz o'lib degap, qanday kun kechirishimizni bilmayapsak, endi mush o'l miltig'iga tayanib jon beqiyotimiz emasmi? Miltig'imni qaytarib bering. Bu degan Behakimning buyrug'i. Shpionlarni tutgandan keyin anda bir gap. O'zadi nima ish? Bu Behakimning buyrug'i. Tahar shahri hozir qilning ustida turibsa. Siz xalqqa tasalli bermakda yo'q, aksicha o't ustiga yog' chechib, qurollarning qo'lidagi birdan-bir narsani tortilishga ko'nglingiz qandoq chididi? Bu qandaqmi tatvoqliq bo'lsin. Men bu chora orqali Tahardagi yoshirin ofatni tugatmoqchi. Qurol-yarog', o'q-dorilar el ichida saqlanib tursa, bu intayin xatarlik emasmi? Biroq o'ylab boqmamsiz. Mushunda qilsangiz shpionlarning qo'lidagi qurol-yaroqni yig'ib olamsiz. Chorvachilarning o'q miltig'ini to'liq yig'ib olgan taqdirdami, tugi cho'qisini partiltib, o'tamas qilib o'talamsiz. Mushunda qisaqli go'monlik qilib ishlarini tekshirib topqili bo'ladi. Bu dushmanning buzg'unchilik qilgandan yaxshiroq. Sizga deb qo'yay. Bundaq o'zingizning soyasidan urkib yursangiz, yipchini topmoq tugul, yo'qitib qo'ysiz. Hey Bakri. Biz xizmat usulimizga diqqat qilishimiz kerak. Shundaqla muhimlik darajasiga qarab ish ko'rishimiz kerak emasmi? Hozir Tahar shahridagi qahatchilik burunqidan eg'irlashib ketdi. Har vaqt o'lim ehtimoli mavjud bo'layotsa, hozir fuqarolar bakli umidsizlanib ketdi. Shunga elning ko'nglini tinchitish,
biz uchun hammadan muhim. Bundaq o'z soyimizdan urkib yursak bo'lmaydi. Men bu zodili chidab turolmay qelyapman. Kechasi zodili uxlayolmayapman. Shahrimizga ishbiyonlar zodi kimlardir deb o'ylab chiqaman. Ular ko'z oldimizda yursa, biz hech qanday amal qilamasak, bu qanday bo'lg'ini? Men hamma o'ylarni oqtirib, yer ostini ko'lab, portlatqich to'g'ri yoshirgan joyni tep chiqsam deyman. Nishonsiz harakat qarg'ulash harakat bo'ladi. Bunda qisaq vaziyat bag'ansiz qalaymiqlashib ketadi. Gobenjan, birisi kelyotdi. O'q chiqarmanglar. Men xatib keldim. Mayingjan Yangpayjanga bir parcha xatib atdi. Xatmush bayroq eskiq. Men mushak qo'yib qo'yay. O'q chiqarmanglar. Majanjon nima debdi? O men bilan tutishib, tush soat 12da Salertog' ig'izida asr almashtirmoqchi bo'pti. O yana vaqtida borammisak, sabdoshlarimizning hammasini o'ltirib yetadiganligini berib ularning jasadini ib ketishimizni aytibdi. Hozir G'iltanjon yo'lda kelyapti. Atiga ulgurib kelinmaydi. Shunga uning bilan aloqalashmayman. Asr almashtirish ishini maslahatlashib baqayli. Qani danglacho, almashtiram do'q yo'q. Majanjon cho'qim bu ishdan foydalanib suiqasd ishlatishi mumkin. Lekin bu ishning ochi bilan asirga tushib qolgan sabdoshlarimizning hayoti bexatarligi munosabatlik. Meningcha, qanday bo'lishidan qat'iy nazar almashtirishimiz kerak. Ular bizni mushkul ahvolga tushirib qo'ydi. Almashtirmasak, dangachilarga xavf yetib qoladi. Pejan, bu qayda Majanjon kirishga pedan etgan. Men uni hargiz tirik qo'ymayman. Gobenjon, nima qilay deysan? O'tira. O'tgan qatim to'g'ri o'qsida yuz bergan saboqni terch qabul qilmadingmi? Shu qushliq paytda o'zini faqat tutolmaydi ekansan. Majanjonning tarbiya ilmdan ham taktikdan xabari bor. Shundaqla yilin ayrigan ko'p bir raqib. Uning bu xetidan qonxo'rlik turib turdi. Shunga bu ishni obdan maslahatlashmasak bo'lmaydi. Xomajon, agar sen Majanjon bo'lsang, qanday qilarding? Asirlarni o'ltirib yetib, sizlarning g'azvonlarni qo'zg'ab, ondan hujumga o'tib, bir kuchapla Tahirni ishg'ol qilib olatdim. Bizning yo'limiz portda yetildi. Zo'r qo'shin yordam kelamaydi. Shunga uning ansiraydigan yeri yo'q. Uning ustiga bizning harbiy moddiy ashyolarimizni bulab ketib, qo'shinining jangovarligini unumli holda asli keltirib oldi. Jangchilarimiz bo'lsa, bir oy ochlik azobini tatdi. Ular bilan ilishmig'imiz mo'tas. Ilishgan taqdirdami yengilishimiz natoyi. Jangchilarla osh emas, balki otlarimizmi uzoqdan buyon osh qoldi. Agar ular bilan elishadigan bo'lsak, jangchilarimiz qaysarlik ko'rsatgan taqdirdami, otlarimiz oxirigacha bardashlik bera olishi natoyi. Xomajon, bu nima deganinglar? Asirlarni ya almashtirmay, ya ilishmay. Jang oldida dushmanning xo'rigini o'stirib, o'zimizning ayusini yaguramdiq. Ha? Bu gap jiddan ochilgan jasini qaytirib keladiganmizda. Asirlarni almashtirmasak, ular maqsadga yetamaganligi uchun dangachilarni o'ltirib tikib ketmasligi mumkin. Menimcha bu ish undoq oson emas. Majanjonni yaxshi tushunaman. U diginini qiladigan odam. Agar bu qatim bormasak, dangachi bilan yo'ldoshlarimizning jasadini ib kelishimiz mumkin. Biz Majanjonning digini bu ish ko'rsak bo'lmaydi. Ular bizni qanday qilib o'tayotganini o'ylamay, ularning qanday adabini berishni o'ylashimiz kerak. To'g'ri, Pejan. Bizmi ular to'y cho'qisi hujum qilgan kerak. Birinchi banni bu yerga, uchinchi banni bu yerga, ikkinchi banni mana bu yerga muktirib qo'ysak, u muasir doiramizga kirish bilan uchinchi ban atakiga o'tsa, orqamizdan ikkinchi ban atlansa, u qavozni anglab birinchi ban hujum qo'ysa, qo'rshab yo'qta olaymiz. To'g'ri. Bu yaxshi plan bo'ldi. Lekin hal bo'lmagan bir masala bor. Qaysi masala? Dangachi bilan yo'ldoshlarning bexatarligiga kafolatlik qilish masalasi.
Pejan. Asir almashtirish ishi qandoq bo'ldi? Sizga mush ishni doklad qilg'ili kelishim. Qo'limizdagi 7 nafar asirdan 4ti Majanjonning qishig'iga ketishni xohlamaydi ekan. Voy, shunchola ko'pmi? Undaqda Joyushin nima deydi? Joyushinga bir nima deyolmayman. Biroq qog'onlar urushdan bezar bo'lganligini bildirib edi. Ularga ideviy xizmat ishladik. Ular vaziyatni to'nib partiyamizning siyosatini qabul qilib, yangi boshdan odam bo'lib, oilasiga qaytib xotirjam tirikchilik qiladiganligini bildirishdi. Yaxshi. Bak yaxshi bo'pti. Berib ko'rishib keladi. Aka, Pamir egizligiga kelganimizga 5 yil bo'pti. Shundan buyon firqa davlat uchun xizmat qilib, uyga bir qitimmi qaytib baxmidik. Endilikda firqa davlatmi yo'q bo'ldi. Bizning uyga qaytib, ota-onamizga vafodorligimizni yetkazadigan vaqtimiz bo'ldi. Men sizlarga o'xshamayman. Men davlat armiyasining komandiri. Siyosatda o'zgarish bo'lib qolsa, kelgusida birinchi bo'lib bostiriladigan odam mana men. U mendek Sichuan o'lkasining bir tog'chiligida cho'ng bo'lgan dehqonni yanjanliq o'stirgan. Bu qatim yana meni almashtirib olib ketmoqchi bo'ldi. Bu uning birodarlarini qalbiga pikkanligini tushuntirib berdi. Ozodlik armiyami bizga obdan muomala qilyapmamdi aka. Hozir buni talishib o'tirgandan nima foydasi? Hamida yaxshi uyimizga qaytish, kishining yurtida sulton bog'icha o'z yurtingda ulton bo'l degan gap emasmi? Necha vaqtdan buyon qilsammi xotin balchaqlarim bilan issiqqon yetib tushaydigan bo'lib qoldi. Bu ya nima degan yaxshi, Julianjon, bo'ldi qilayli. Qumdovonga uchar qushmi yaqin yo'llamaydigan tursa, bu yer qaytib ketib nima qilamiz? To'g'ri aka. Sen Qumdovonga qaytib ketsang pushaymon qilmamsan. Rostli uyga kelsang, qaytib kelaman debmi, qaytib kelamasliging mumkin. Sen nimani bilatding? Bu degan siyosiy, ha? Bizning ixtiyorimiz bo'yicha bo'lgan ish emas, ha? Sen bormisan, umi bormisa, hammamiz bormisak, Yanpayjon asirlarini kim bilan almashtirdi? Mening mundaq bir xiyolim bor. Jo'min kakkili unimasa, jangchilarimizdan birisini uning siyoqida yasondirib almashtiraylik. Nima ish shunday qilamiz? Qaranglar. Biz mana bu yerda. Majanjon bu yerda. Ikki taraf asirlarni almashtiradigan chog'da asirlar cho'qim bir-biriga qarishib kelib, yondishib o'tib ketadi. Bu chog'da ikki tarafning orlig'i xeyli yiroq bo'ladi. Ha, mundaq bo'lganda asirlarning chiroyini farqlantirmaydi. Hamda uning yanida qurol bor yoki yo'qligini bilmaydi. To'g'ri. Ular yondishib o'tib ketayotgan fursatdan foydalanib, ikki jangchimiz dang ochini qo'g'dab chekinsa, yana ikki jangchimiz o't kuchi bilan ularni qo'g'disa, bizmi butun kuchimizni ish qilib, dushmanga taqobil tursak, cho'qim xatar ichidan g'alaba qila olamiz. Bundaq bo'lganda Majanjon darg'azab keladi. Biz qaltig'i solash taktikasini qo'llanib, ularni orqamizni qo'g'lashga majbur qilamiz. Yaxshi. Bu plan ustida obdaroq bir maslahatlashib olaylik. Har qitim bu tog'dan otliq o'tganimda o'zimni go'yo osmon bilan zamin o'rtasida parvoz qilayotgan haqiqiy erkakdek his qilib, cheksiz iftixorlik cho'mib ketadi. Lekin Qumdovonga kelgandan buyon menda bunday sezim yo'q bo'lib, ichim siqilib, to'la tit bo'lib, demimni ololmaydigan bo'lib qoldi. Bugun oxir murodimga yetadigan bo'ldi. Harbiy degan o'zining qimmatini jangdagi g'alabasi orqali isbotlaydi. To'g'ri aytdi. G'albilik jang qilolmaydigan odam haqiqiy harbiy bo'lishga munosib emas. Men Yanguanxayning o'z ishiga jon ko'ydirib, cho'qim g'alba qilish xomxiyolda bo'layotganini ko'rgandek bo'ldim. Sizning so'zingiz bilan chiroy ifodangizdan atki jangning natijasini ko'rib yetdim. Sen uch podshohlik haqida qissani o'qigan O'qigan. Jo'g'aliyan ojiz lashkariy kuchi bilan Savsovning million kishilik zo'r qo'shini ustidan g'alaba qila oladi. Oxirgi hisobda Liubey, Sunjuan va Savsov bilan tang tirkishib tura oladi. Bu zodi nima uchun? Bilasan.
Joe William lashkar ishiltishga, chora tadbirga mohir. Ishonch bo'lmagan jangni qilmaydi. O hamma ishni tanlab qilgani uchun har qanday jangda g'alaba qilib kelgan. Texmi aniqroq qilib aytganda, u qanday hiyla ishiltidi? Buni tadqiq qilib baxmab ekanman. Ish qilib uning ishiltigan hilasi bak ko'p. O't. Joe William o't hilasi ishiltishga bak mahir bo'lgan. Bu vanjilg'isiga o't qo'yish, shiniyiga o't qo'yish, chibiga o't qo'yish degandek. U o't qo'yish usulini to'xtamay o'zgartib, o't qo'yishdan kamoliga yetkazib, rasa puxadan chiqib olgan. Yengja, tuyuqsiz bu ish yodingizga kelib qopti-ku. Siz Mosalir tag'ingizda bir qitim o't qo'ymoqchimi? Buni ahdi bilib qolasan. Jo'lanjon, biz tarafdan xodimlarning bexatarligiga haqiqiy kafolat qilish uchun shunday qildik. Bizga maslahat berishingizni umid qilamiz. Shuning bilan birga o'zingizmi ehtiyot qilasiz. Rahmat Yanpayjon. Birodarlaringiz bizga rahim qilsa bo'ldi. Bu jihatdan xotirjam bo'ling. Cho'qim shunday qilamiz. Jo'lanjon, omon bo'ling. Yanpayjon. Men Jo'y uchun hargiz muvaffaq jafo qildigan odam emas. Kelgusida ikki taraf tirkishib qolsak, sizga va'da berayki, mening o'qim osmon qartib etiladi. Hargiz sizlarga o'q chiqolmayman. Yanpayjon. Omon bo'ling. Sizmi ham shu? Yangguanhay nima ish qilganmidi? U Majanjan bilan Solier tag'ingizda asirlarni almashtirish qilib bitishgan edi. Hozir odam boshlab dang'achilarni qutqizg'ili ketdi. Nima uchun mendan yo'l yo'riq so'ramidi? Majanjanning asirlarni almashtirish qo'ygan vaqtchiki bak qisq ekan. Vaqtida kamsanlar asirlarni o'ltirayotman debdi. Shunga sizdan yo'l yo'riq so'rashga ulgurmadi. Nima? Yanpayjon, omon-eson turdingizmi? O'tganda ko'rishganimizga birdamdil 3 oydan eshibdi. Qarasam judab qopsiz. Qaraganda tahardagi qahatchilik tasavvurimdagidan ig'ir bo'lgan o'xshaydi. Mayonjonning ko'ngil bo'lganiga rahmat. Biroq biz dal mushundaq sonsizligan ig'ir sinoqlarga bardoshlik berib, yapon alvastlarni, shundaqlarning million kishilik zo'r qo'shinlarni mag'lub qildik. Bugungi kunda Pamir egizligida jang qilib o'tamiz. Siz ilmi shu qadar mardona ko'rinasiz. Biroq bu qitam demingiz sal ichiga tushib ketayotgandek qiladi. Gapni shundoq ulliq qilayotgan bo'lsangiz-mo, biroq o'tgankidek jarangliq anglanmay o'tadi. Chunki ichirqiga yo'lvas og'zini qancha yo'g'on assimi, baribir yog'ish qichishi o'tmaydi-da. Uning og'zini yo'g'on oshqina qarab ovozini qo'yib etib ulayotam degan deb qolma. Balkim u o'ljisini yutayotgan bo'lishi mumkin. Bu jihatda o'ylaganimiz bir yerdan chiqdi. Atayin kayginingizda quruq qo'l qaytirmay. Siz menga shuncha ko'p moddiy ashyo sovg'a qilgan tursangiz, men azroq ko'ngil izhorimni bildirmasam bo'lamdi. Bu Qashqardan keltirilgan esil aroq, ta'mi o'zgacha. Birodarlar tetib boqsin. Bir qatim hiyla ishlatib, moddiy ashyolarimizni bulvog'ingizga unchola ko'ranglabman ketma. Siz qumdavondek olqanchilik, ya'ni tanho saqlab yetyapsiz. Mening kaynimda bo'lsa, vatanimizning bepoyon tog' daryolari, ya'ni bizni qo'llayotgan 450 million xalq turibdi. Qani deb beqinglar. Kimning istiqboli texmi parlaq ekan? O'zini so'ragan, yurt so'rabdi deb yaxshi aytgan. Siz tanho o'z kuchingizga tayaniblar o'rkashlab kelayotgan tarix to'lqinini hargizmi to'sib qololmaysiz. Siz haqiqatan kompartiya kadri bo'lishga munosib ekansiz. So'zlagan qoidalaringiz odamni haqiqatan ta'sirlantiradi ekan. Biroq unutib qolma. Bu degan tig'mi-tig' elishadigan jangga. Kimning yengib, kimning yengilishi tek ayrilgani yo'q. Bundaq cho'ng qoidalaringizda urush tugaganda ondan so'zlang. Vaqt to'shdi. Boshlaylik.
Tapang, ha, o't içip qo'danla. Ha. Ablah, ço! Kopencan, qaytib kel. Çoma, bak. Birinci ben sol tarafta yardım kesin. Ha. Ço! Plan bo'yicha Jahondar ularning yo'lini uzib tashlab, oldida kelayotganlarni muasiriga olsin. Belga o'q etilsin. Hop! To'xtaylik! Kopencan, ben bile yürü la. Hop! Etullah! Kıstırma kusura kapto, çekin eli. Vayli! Inga, siz aytgan o't bilan hujum qilishning nima ekanligini oxir tushundim. Bu haqiqatan bo'ladigan chora ekan, jo'mo. Oldi bilan biz chekinganda, ular qo'g'lab keladigan yo'lni uzib tashladik. Ondan to'g'ri cho'qisini portlatib etdik. Bugun yana Yanguankayning qo'shinini terpiran qilib etdik. Siz haqiqatan dono ekansiz. Bu texi dastlabki mahorat. Lekin ozodlik armiyaning osh qolgan turibmi yana shu qadar qaysarlik bilan jangovarlikni saqlab qola olishi haqiqatan oson emas. O'zbeshimchilik qilib dushman bilan elishishingizga kim ruxsat qildi? Ha? Majenjanning suiqasdi aniq turmamdi. U sizni qarmoqqa ilindirib to'zaqqa dasatmoqchi bo'lyapsa, shuni sezamay qaramlik qilgan bormi? Sizdan so'rab baqay. Siz 10 necha yil urush qilgan harbiy turuqliq, shunchalik harbiy savodmi? Xabaringiz yo'qmi? Shu chog'dagi ahvolda menga tong og'chilarni qutqizishdan boshqa tanlash yo'li yo'q edi. Biroq u yana qurbon bo'ldi. Bu qatimgi harakatingiz talto'kis mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Tuanjan, buning hammasiga men javobgar. Siz javobgar? Bilamsiz, shu chog'da sizlar davlat chegarasidan qanchalik yiroqlik dedinglar, ha? 3 kilometr. Majenjanning maqsadi sizlarni yo'qotish emas, balki sizlarni chegaradan chiqib ketishga qistash. Sizlar davlat chegarasini o'tib ketgan amon bu xalqaro talash tortishga aylanadi. Sizlar dunyodagi hamma gazetlarga Jungo armiyasi qo'shni davlatning ziminiga tajovuz qilib kelib, tajovuzchilik urushi qo'zg'adi degan portlash xarakterli xabarlar besilib ketadi. Buning ta'siri ne qadar ig'ir bo'lganligini siz bilamsiz, ha? Yangi Jungo amdil qurildi. Nurg'un davlatlar bizni texi e'tirof qilgani yo'q. Ular bizga yirtqichlarda xiris qilib, har vaqt bizning qusur tepishni qo'ydi bo'lsa, mushundaq paytda qallingiz qizib ketib, hech nimaga parvo qilmay bu ishni qilib o'ltiribsiz. Agar Rasululloh biror ig'ir oqibat kelib chiqadigan bo'lsa, buning hudisidan asla chiqib bo'lolmaydingiz. Dushmanning karvonimizga tuyuqsiz hujum qilgan cheg'idagi savoqni qabul qilmay, yana bu cho'ng xatolik sodir qildingiz. Tar shahrini yekigani bir shahar deb o'ylab qoldingizmi? Undaq emas. U tarixda buyon o'tgan har qaysi xonadonliklarning sarkarda sarvozlari jon tikib qo'g'dab kelgan bir chegara qo'rg'ini hargiz beparvolik qilishga bo'lmaydi. Yanguankay, meni bak umidsizlantirib qo'ydingiz. Buni bilamsiz. Tuanjan, men xato qildim. Meni jazolang. Siz endi tahorda ishlama. Men kelsam bo'lmaydi. Vazifamni ado qilmay turib kelsam bo'lmaydi. Tuanjan. Bu sizning xatoligingiz emas, balki mening xatoligim. Mening odamni to'g'ri ishiltamaganligimning natijasi. Tuanjan, bu qatimki savallikda bizning javobgarligimiz bor. Bizni jazolang. Lekin o'ylanib ko'rib, bizni bu yerda yo'tkib etmasangiz. Tuanjan. Yanpayjan vazifani ijro qilishdan ilgari hamma ishni yaxshi o'rlashtirgan edi. Men qo'mondonlikqa bo'ysunmay o'z maylimcha harakat qilib,
bu ig'ir oqibatni keltirib chiqadim. Tanjang. Vazifadan bo'shtadigan ish bo'lsa, mana meni bo'shting. Mas'uliyatni cho'qim surishtiramiz. Lekin sizlar keltirib chiqargan ziyonni to'ldirib aqli bo'lamdi. Shunchalar ko'p kamchiliklarimizning issiqqini va hayotini qaytirib aqli bo'lamdi. Peyca, avval tamak ye bilen. Tamak yapıp andın özünüzü tekşürseniz texim yaxşı yazalaysınız. Peyca, siz tamak yemisiniz. Hiç kaysımızdan kilidi kıza ötmeydi. Bulmasa, bu gittim ben aval yap vereyim. Azatlık armiyla bu qitim rastala ko'zi ko'r bo'lib qapti. Qadimdan tatib tahara keldigan shu birli yo'l bor edi. Agar bira chiqish eg'iz izlayman desa, mustaq cho'qqisidan eshib o'tish kerak. Biroq bunday qilish aslo mumkin emas. Bu ishqa Yangguan Xay boshqa tursin. Malaika bu qitim harakatimizning muvaffaqiyatidan pek mamnun bo'ldi. Hamda yuqori baho berib, telegramma avatib taqdirladi. Shundaqla sizni jo'nshovlikqa o'stirdi. Bu mo sizning rahbarligingizning shafoati. Men arzimas burchimni ado qildim xolos. Turqi davlat uchun xizmat qilish yo'lida har qanday xavf-xatarga uchrashga roziman. Biz taharni qaytirib olgandan keyin o'zingizmi o'ylab baxmagan javobga erishsiz. Nisib bo'lsin. Malaika menga yangi vazifa topshirdi. Navruzdan foydalanib tahardan ketishga buyurdi. Siz ketsangiz, tahardagi ishlarni qanday qilamiz? Qanday qilishni sizga lachin o'rinlashtirib berdi. Gamtonja. Gamtonja, men ig'ir xatolik o'tkazdim. Buningga men chin ko'nglimdan iqror. Lekin meni bu yerda qoldirib qo'yib, yana bir qatim fursat berishingizni o'tinaman. Men cho'qim yo'shirinib olgan dushmanlarning hammasini qizib chiqib, Mojenjang bilan uning qo'shinini taltukisi yo'qdim. Bu gapni ham davaman. Men qaror qilib bo'ldim. Gamtonja. Buni bilaman. Lekin o'ylab baxmamsiz. Biz taharruq kelgandan bu yerning ahvolini to'liq igilab bo'ldik. Yerli fuqarolarni bizni asosiy jihatdan qabul qilib, amdli yangi vaziyat yaratilish olib turganda bizni yo'tkib yetib, yana bir qo'shinni yo'tkab kelsangiz, ularg'imi ishni qaytadan boshlashga to'g'ri keladi. Shundaqli yana nurg'a yangi qiyinchiliklar duch keladi. Dushman portlatgich to'rini qanday yo'tkab kelgandi? Bunday cho'ng qurilishni biror odam bilan yoki bir ish kundala tamomliqli bo'lmaydi. Bu moddiy eşyalarni to'shib keladigan bilanmi to'g'ri o'tamagidak. To'g'ri o'tamasa moddiy eşyalarni yana mangdurg'ili bo'lmaydi. U yoqdagilar bu eşyalarga jiddiy ehtiyoj tursa. Shundaq, Gamtonja. Taharda jilg'a va cho'qqilar shundaq ko'pga. Menimcha moddiy eşyalarni to'shib ketishning amalini cho'qim qilib bo'ladi. Sizda o'tinib qolay. Amasa bu vazifani necha kunda o'rinlay olasiz? Bu moddiy eşyalarni yo'tkab ketishga qanchalik vaqt ketadi?
10 kun ichida bu vazifani o'rinlashga kafolatlik qilaman. Yaxshi. Menga mush so'zingiz kerak. Men bilan kelgan jangchilarni sizga qo'yib ketay. Biroq esingizda bo'lsin. Tarda cho'qim hushyorlikni o'stirishinglar kerak. Salla bexastalik qilsanglar, holliq badal to'lab qolsizlar. Xotirjam bo'ling O'tmanjon. Bu savoqni umrvoyat unutmayman. Dada, sizlar bilan bir ishni maslahatlashmoqchi edim. Qani so'zlar. Ozodlik armiyaning g'amxo'rligida bu qahatchilikdan oxiri qutuldik. Yuragimizmi o'rniga tushdi. Men Navruz bilan billa Qashqarga berib, ota-onam bilan ko'rishib kelay dedim. Uning ustiga cho'ng shaharning zodi qanday bo'ladiganligini ko'rgim bor edi. Sizlarchi bo'ladimi? Bo'ladi. Hozir uydimi, boshqa ish yo'q. Sizlarmi sirtqa chiqib, ko'zinglarni echib kelinglar. Qashqar degan yaxshi joy. Menga bir qop muxorka ber. Ma'qul. Meni chaqirtib keldik. Nima ish bo'pti? Pinhon Marvoyit Qashqarga keldi. Siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Bu malaikaning sizga bergan mukofoti. Siz yetaklagan haqiqatga qaytgan qo'shin eg'ir vazifani o'rinlash uchun har qanday xo'rliq va jabr jafolarga chidashlik berib keldik. Sizning texim g'ayratga kelib, g'alabini kutib olishingizni umid qilamiz. Yuqoridan pulni burunroq xajlagan bo'lsa, bugungi kunga qolmaydi. Bir qancha yildan buyon birodarlarimiz firqa davlat uchun jon tikib xizmat qildi. Biroq yuqoridagilar har yili harbiy ta'minotni tutib qilib, xiyonat qilib chiriklashib, o'zlarining cho'ntikini tomlab, hamma odamni o'zidan bezor qilib, la'nat nafratga qoldi. Endilikda hokimiyatdan ayrilib qilib, bu ishni tuzitishga kuchayotdi. Bu ikki tal nokcha oltin mening nasrimda qayg'u hasratdan boshqa narsa emas. Qayg'u hasrat. Xanimjon, bunday kayfiyatda bo'lsangiz hargiz bo'lmaydi. Siz degan Qashqarda yoshirinib qolganlarning jeni. Siz ishonchingizni yo'qotib qo'ysangiz, butkul qo'shinimiz tugishidi. Cho'ng ishni vujudga chiqarishni ko'ngliga tutgan har bir odam bardoshlik berishdan qo'rqmasligi kerak. Bu gap aytmoq to'limi o'g'ay. Lekin kommunistlar bak qattiq bosh ko'radi ekan. Haroq ishkili odam tillig'ini qo'ymaydi ekan. Hadisali siyosiy uyg'uni ishlab yig'ilib, aksiyatchi armiyaning qoldiq idisini tekshirsan davatqa. Men haqiqatga qaytgandan tortib hozirgacha qanchalik tekshirish materiali bilan ta'sirat maqolasi yozganimni bilamsiz. Bu dal sizning intayin aqlli ekanligingizni tushuntirib berdi. Kommunistlarning yuragida turib, aktiv ishlamasangiz, Ganjongning ishonchiga qanday erisha olasiz? Yana bir mazgil chidab turing. Qaytirma hujum g'alaba qilgandan keyin to'pingiz cho'qim unutilib qolmaydi. Vaqti kelganda, ish bo'lmaganda jungjanglikqa o'stirilsiz. Xaniyangjon, men Qashqardan ketib, boshqa vazifa o'tamoqchi. Menga chegirga berish guvohnoma sal qilib bering. Bo'ladi. 3 kundan keyin tushdan keyin soat 2da To'shik darvozasidagi chalg'u asboblar do'konidan ilib oling. Tor shaharning atrofida yo'l ko'pda ko'ringani bilan birisining oxiri chiqmaydi. Hammasi tuyuq yo'l. Acaba rastilla boshqa yo'l yo'qmi? Mening bu yerda yashayotganimga 60 yil bo'ldi. Yo'l bo'lsa, sizga deb bermay turatdimmi? Niyozkor, sizningcha biri yo'l ochqili bo'ladimi? Bo'lmaydi. Pejan, netçimiz ayrım alda bir qancha yo'l eg'izini charlab keldik. Mana qarang, bu yo'l eg'izdan chiqsak, bir qumliq edirliq chiqib ekanmiz. U yerdan o'tsak, qum ko'lga keladi ekanmiz. Demak, bir cho'gilab yana o'z joyimizga qaytib kelgan bo'ladi ekanmiz. Bu yo'l eg'izdan chiqsak, muztaqqa taqilib qoladi ekanmiz. Menish mumkin emas ekan. Faqat mush yo'lda mang'il bo'ladi ekan. Biroq bu biz mang'ilgan nishon emas, balki chet elga tutishadigan yo'l ekan. Men nurg'un chorvachilardan fikr etmoqdim. Ularning aytishicha, shimolga qarab menish uchun bir cho'lni aylanib o'tish kerak ekan. Lekin u yerga borgandan keyin bir muztaqni ish bitmas bo'lmaydi ekan. Bu yo'lda menga qanchalik vaqt ketadi ekan? Oz deganda bir oy.
O'taq eg'izida yil bo'yi bo'ron chapqin uzilmaydi ekan. Doim qor ko'chkini bo'lib turadi ekan. Anglashimcha bir karvon bo'ron chapqini va qor ko'chkinidan qochib tavakkul qilib mushayda mengibdi ekan. Oxirida tugilari bilan qo'shilib hamma odam qaza qilibdi. Magon Tonjanga 10 kun ichida moddiy ashyolarni o'tkazishga va'da bergan. Bugun 7-kuni bo'lib qoldi. Vazifani o'rinda olmasak, zarbador pay degan nomimizni yaramas payga yetkazsak bo'ladi. Bir chora esim kelyotdi. Agar to'gilarning putini bog'lab, og'anchida tatib o'tkazsak qandaq? Bo'lmaydi. Cho'qchib chiqqan tashlar tugining tinini titiydi. Bundaq sovuq havoda yaralangan tugilar tugul, sog'lom tugilarmi uzoq bardoshlik beramaydigan tursa. Bu tugilar hech qancha mangmaylar, to'lab o'lib qolmamdi.